Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston Portugaliya 5-0. Portugaliya O'zbekistonni 5-0 hisobida yirik hisobda mag'lubiyatga uchratgandan so'ng O'zbekistonning keyingi bosqichga, play-off bosqichiga chiqish ehtimoli juda pasayib ketdi. O'zbekiston Kongoni mag'lub etishi kerak va Kongoni mag'lub etgandan keyin ham play-offga chiqish masalasi ancha qiyin bo'lib turibdi. Bugun aynan ana shu O'zbekistonni Kongoni mag'lub etib play-offga chiqa oladimi, yo'qmi, shuni tahlil qilib chiqamiz. Bu albatta boshqa jamoalarga ham bog'liq. Agar O'zbekiston Kongoni mag'lubiyatga uchratsa, 3-o'rinni oladi, lekin 3-o'rinlarning barchasi ham keyingi bosqichga chiqa olmaydi. FIFA reglamentiga ko'ra 12 ta 3-o'rin terma jamoalar faqatgina 8 tasi keyingi bosqichga chiqadi. Va 3-o'rinni olgan terma jamoalardan eng yomon natija ko'rsatgan 4 tasigina pastga tushib ketadi. Aynan shu 4 ta jamoa qaysilar bo'lishini ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda hozir 0 ochko, ikkinchi turdan so'ng 0 ochko va to'plar nisbati 8-1. Ya'ni 8 ta to'p o'tkazib yuborgan, bitta gol urgan. Agar Kongoni real voqelikka qaraydigan bo'lsak, 1-0 hisobda g'alaba qozonishi mumkin. 1-0 hisobda Kongoni mag'lub etishi mumkin. Aynan shu holatda to'plar nisbati 8-2 bo'ladi va ochkolar soni 3 ochkoga yetadi. Shu tariqa O'zbekiston 3-o'rinni oladi. Ikkinchi va birinchi o'rinni olish ehtimoli umuman yo'q. Hal bo'lib bo'ldi. Faqatgina Kongoni urish natijasida 3-o'rinni olishi mumkin. 3 ochkoga ega chiqadi va to'plar nisbati agar minimal hisobda g'alaba qozonsa 8-2, ya'ni -6 bo'ladi. Qolgan 3-o'rinli jamoalar ichidan aynan 4 tasi O'zbekistondan natija borasida pastda joylashishi kerak va ana shu holatda biz play-offga chiqamiz. Keling ana shuni bir boshdan tahlil qilib chiqamiz. Demak, ketdik. A guruh. Meksika, Koreya, Chexiya, Janubiy Afrika Respublikasi. Meksika chiqib bo'ldi 6 ochko. Koreya 3 ochko va Chexiya va Afrika Respublikasida 1 ochkodan mavjud. Keyingi o'yinlar Meksika Chexiya bilan, Janubiy Koreya esa Janubiy Afrika bilan o'ynaydi. O'zbekistondan pastda joylashishi uchun 3-o'rinni olgan jamoalar O'zbekiston pastda joylashishi uchun aynan birinchi da'vogar jamoalar shular. Ya'ni Meksika ham, Janubiy Koreya ham Chexiya va Janubiy Afrikaga mag'lub bo'lmasliklari kerak. Meksika Chexiya o'yinida Meksika yo durang qilish yoki g'alaba qozonishi kerak. Janubiy Koreya Janubiy Afrika o'yinida ham Janubiy Koreya terma jamoasi yo durang qilishi kerak, yo g'alaba qozonishi kerak. Agar Chexiya yoki Janubiy Afrika terma jamoalari o'z raqiblarini yengadigan bo'lishsa, ular bizdan yuqori o'rinni egallaydi va muammo bo'ladi. Demak, birinchi terma jamoa Chexiya yoki Janubiy Afrika terma jamoasi. Qaysi biri 3-o'rinni olsa ham durang yoki mag'lub bo'lib 3-o'rinni olishi bu bizning foydamizga. Ikkinchi guruh B guruhi Kanada, Shveysariya, Bosniya-Gersegovina, Qatar. Aynan shu guruhda ham imkoniyat bor, lekin juda qiyin. Bu guruhda ham 3-o'rinni olgan terma jamoada Bosniya-Gersegovinada 1 ochko, Qatarda ham 1 ochko. To'plar nisbati Bosniyada -3, Qatarda esa -6. Ammo bir tomoni bor. Bosniya va Gersegovina va Qatar o'zaro o'ynaydi. O'yin 24-iyun sanasidan 25-iyun sanasida o'tar kechasi bizning vaqt bilan 00:00 da boshlanadi. Aynan shu o'yinda faqat va faqat durang qayd etilsagina
Bosniya va Qatarda 2 ochkodan bo'ladi va bizda 3 ochko bo'ladi va biz keyingi bosqichga chiqishimiz uchun bizdan pastda joylashadi. 3-o'rinni olgan ikkinchi terma jamoaga aylanadi. Lekin bu juda qiyin. O'zaro o'yinda faqat va faqat durang qayd etilishi kerak. Bosniya ham, Qatar ham g'alaba qozonmasligi kerak. Agar Qatar g'alaba qozonadigan bo'lsa 4 ochko bo'ladi va bizdan yuqorida joylashadi. Bosniyada ham xuddi shunday holat. C guruh Braziliya, Maroko, Shotlandiya, Gaiti. Bu guruhda bizning uchun imkoniyat yo'q. 3-o'rinda joylashgan Shotlandiya allaqachon 3 ochko olib bo'lgan. Keyingi o'yini Braziliya bilan kechadi. Hozirda to'plar nisbati 0 va mag'lubiyatga uchrashi kerak, lekin juda yirik hisobda, ya'ni 6-0 hisobida mag'lubiyatga uchrashi kerak. D guruh AQSh, Avstraliya, Paragvay, Turkiya. Bunda ham imkoniyat yo'q, chunki 3-turda Avstraliya hamda Paragvay o'zaro o'ynaydi. Paragvay 3-o'rinni olgan, Paragvayda 3 ochko, 2-o'rinni olgan Avstraliyada ham 2 ochko. O'zaro o'ynaydi va ochkolar soni bo'yicha mag'lubiyatga uchragan jamoa 3 ochkoligicha qoladi va biz bilan deyarli bir xil bo'ladi ochkolari. 3 ochkodan va to'plar nisbati bo'yicha bizdan ustun bo'ladi. Shu sababli biz bulardan o'tib keta olmaymiz. Deylik, -2 holatida Paragvay to'plar nisbati -2 holatida turibdi. Avstraliya Paragvay darvozasiga javobsiz 4 ta gol urishiga ishonasizmi? Demak, F guruhi Gollandiya, Yaponiya, Shvetsiya, Tunis. Bu guruh ham xuddi shunday. Shvetsiya 3 ochkoni olib bo'lgan, to'plar nisbati juda yaxshi, 0 turibdi. Yaponiya 4 ochko olgan. Shvetsiya Yaponiya bilan o'ynaydi oxirgi turda va Yaponiya Shvetsiya darvozasiga javobsiz 6 ta gol urishi juda qiyin. 6 ta yoki 7 ta gol urish kerak. Bu juda qiyin, bu deyarli imkonsiz. Y guruh Germaniya, Kod d'Ivoire, Ekvador, Kurasao. Aynan mana shu guruhdan umidimiz bor. Aynan 2-chi yoki 3-chi bizdan pastda joylashgan terma jamoa bo'lishga. 3-tur Kurasao 25-iyundan 26-ga o'tar kechasi 1:00 da Kod d'Ivoire'ga qarshi o'ynaydi Kurasao va g'alaba qozonmasligi kerak. Kurasao g'alaba qozonmasligi kerak. Germaniya Ekvador bilan o'ynaydi. Ekvador ham Germaniya ustidan g'alaba qozonmasligi kerak. Aynan shu holatda durang qayd etadi, mag'lub bo'ladimi farqi yo'q. Ekvador ham, Kurasao ham g'alaba qozonmasa bo'ldi. Kurasao Kod d'Ivoire'ga qarshi o'ynaydi, Ekvador Germaniyaga qarshi o'ynaydi. H guruh, H guruh, balki H guruh deyilar, H guruh deyilar. Aynan shu guruh ham 4-chi terma jamoa bo'lishga, O'zbekiston keyingi bosqichga chiqish uchun 4-chi terma jamoa, ya'ni bizdan pastda joylashishi kerak bo'lgan 4-chi terma jamoa bo'lishi mumkin. Ispaniya 4 ochko, Urugvay va Cabo-Verde 2 ochkodan. 3-tur Urugvay hamda Ispaniya 27-iyun kuni tongda soat 5:00 da, bizning vaqt bilan tongda soat 5:00 da bo'lib o'tadi. Aynan shu bahs bizning diqqat markazimizda bo'ladi. Butun O'zbekiston Ispaniyaga muxlislik qiladi. Agar Ispaniya Urugvayni mag'lubiyatga uchratsa, bo'ldi. Shu bizga yetadi va bizdan pastda joylashgan navbatdagi 4-chi terma jamoa bo'lishi mumkin. 3-o'rinni olib bizdan pastga joylashgan terma jamoa. Urugvay 2 ochkoda qoladi. Ispaniya 7 ochko bilan 1-o'rinni oladi. Narigi o'yin Cabo-Verde va Saudiya Arabistoni o'yinida qanday natija qayd etilishi bizga ta'sir qilmaydi.
Deylik Cabo Verde Saudiya Arabistoni mag'lubiyatga uchratsa 5 ochko bilan ikkinchi o'rinni oladi. Urugvay 2 ochko bilan 3-o'rinni, Saudiya Arabistoni esa 1 ochko bilan 2-o'rinni oladi. Deylik o'yinda durang qayd etsam, Cabo Verde 3 ochko bilan 2-o'rinni oladi. Urugvay 2 ochko bilan 2 ochko va Saudiya Arabistoni ham 2 ochkoni egallaydi. Qaysi biri 3-o'rinni olsa ham 2 ochko bilan bizdan pastki o'rinni egallaydi. Shunday ekan, nariga Cabo Verde va Saudiya Arabistoni o'yini bizga qiziq emas. Ispaniya Urugvayni mag'lubiyatga uchratishi kerak bo'ladi. Va navbatdagi guruh, bu guruhda ham bizdan pastda joylashishi mumkin bo'lgan terma jamoa bor. Turnir jadvali: Misr 4 ochko 1-o'rin, Eron 2 ochko, Belgiya 2 ochko va Yangi Zelandiya 1 ochko. 3-tur Misr hamda Eron 27-iyun 8:00 da Misr hamda Eron, Belgiya hamda Yangi Zelandiya o'zaro o'ynaydi. Bunda Misr Eronni mag'lubiyatga uchratsa bo'ldi. Aynan shu narsa bizga yetib ortadi. Misr Eronni mag'lubiyatga uchratishi kerak. Barcha O'zbekiston muxlislari Misrga muxlislik qiladi. Misr Eronni mag'lubiyatga uchratsa 7 ochko bilan 1-o'rinni oladi. Nariga o'yinda qanday natija qayd etilishi hech qanday ahamiyatga ega emas. Qaysi biri g'alaba qozonsa 2-o'rinni, qaysi biri mag'lubiyatga uchratsa esa 4-o'rinni oladi. Belgiya va Yangi Zelandiya o'yinida qaysi biri g'olib bo'lsa 2-o'rinni, qaysi biri mag'lubiyatga uchratsa esa 4-o'rinni oladi. 3-o'rinni aynan Eron olishi mumkin va unda 2 ochko hozircha. Misrdan mag'lubiyatga uchrasa ham 2 ochko bo'ladi va O'zbekiston Kongoni minimal hisobda yutib ham keyingi bosqichga chiqish. H guruh, ya'ni G guruh, H guruh, xullas Argentina guruhi. Argentina, Avstraliya, Jazoir va Iordaniya. Bu guruhda hech qanday masala yo'q. Argentina 1-o'rinni olib bo'lgan. Avstriya 3 ochko 2-o'rin. Avstriya va Jazoir o'zaro o'ynaydi. 3 ochkoni olib bo'lganda Jazoir -2 to'plar nisbati, ya'ni Avstriya kamida 4-0 yo 5-0 hisobda mag'lubiyatga uchrashi kerak Jazoirni. F guruhi Fransiya, Norvegiya, Senegal, Iroq terma jamoalari. Senegal va Iroq terma jamoalari 3-turda o'zaro o'ynaydi va ularda hozircha ochko yo'q. Faqat va faqat durang qayd etsagina bizga foydasi bor. Boshqa vaziyatda bizga foydasi bo'lmaydi. Bu juda qiyin, lekin imkoniyat bor. Keyingi guruh Angliya guruhi, L guruhi. Gana, Panama, Xorvatiya, Angliya va Gana o'zaro o'yinda 0-0 hisobni qayd etgan va 4 ochkodan 1-2-o'rinni bo'lib turibdi. Xorvatiya Panama yengib 3 ochkoni egallagan va to'plar nisbati -1. Gana Xorvatiyani yirik 5-0 hisobda mag'lubiyatga eta olmaydi. Shuning uchun ham bu guruhda hech qanday imkoniyatimiz yo'q bu guruhdan 3-o'rindan yuqorida joylashishga. Shu tariqa 4 ta yoki 5 ta imkoniyatimiz bor. Faqat va faqat biz Kongoni mag'lubiyatga uchratsak, aynan ana shu imkoniyatlardan foydalansak, biz albatta chiqishimiz mumkin. Agar 3-o'rinni olib chiqadigan bo'lsak, taxminan Angliyaga qarshi o'ynaymiz. Obuna bo'ling, like bosing.